Kelin yangalarimiz biz uchun qaysi fasoningizni tavsiya qilasiz deb savol berishibdi. Juda ham o'rinli savol bo'libdi. Kelin yangalarimiz uchun aynan Minibar kolleksiyasida 2 dona libos tavsiya qila olaman. Bundan boshqa kiyib ko'rishgan libosligini o'zligi yoqtirsa ham men ularga harakat qilaman sotmaslikni. Chunki u libosda juda ham qiynalishadi. Sababini hozir aytib beraman. 3 marotaba yangi bo'lib, o'zimda eng ko'p noqulay vaziyatlarni sizlarga sanab bermoqchiman. Birinchi o'chiribda umuman shliftli libos tanlashingizni tavsiya qilmayman. Ikkinchi variantda keng libos, juda ham ko'p mato ishlangan libos tanlashni tavsiya qilmayman. Uchinchisi esa sizga to'yxonada juda ham noqulay bo'ladigan vaziyat, siz juda ham o'zingizga noqulay bo'lgan libosni tanlashingizda. Ayni damda orqamda turgan ikkita fasonim hozirgi sanab bergan vaziyatlarimni umuman sizga keltirib chiqarmaydi. Qolgan liboslarimiz esa shriftli, keng holatlarda siz aynan to'y egasi bo'lmuş kelinga umuman yordam bera olmay qolasiz. Sababi kelin yangilar to'yxonadagi eng muhim rolni ijro etadigan bu opa-singillarimizga mana shu 2 dona libosni tavsiya qilaman. O'zimiz sinovdan o'tgan libos esa mana shu muxlisa fasonimiz. Komfort, premium va eksklyuziv varianti sizlar uchun maxsus. Quyidagi raqamlarga murojaat qilib, siz ham liboslarimizni kiyib ko'rishga o'zingizga savotingiz band qilsangiz bo'ladi.